Farzandingiz nafaqat bilimli, balki 3 ta tilda erkin gaplasha oladigan va odob ham joyida bo'lishini xohlaysizmi? Unda Termiz shahrida joylashgan Iqtidor School xususiy maktabi aynan siz uchun. Tutqush ham chiroyli gapiradi, ammo faqat eshitganini takrorlaydi. Biz esa farzandingizni dunyoqarashini kengaytiramiz. Bizda darslar soat 8:00 dan 17:00 gacha davom etadi. Bu vaqt oralig'ida matematika, mantiqiy fikrlash va chet tillari, arab, rus va ingliz tillarini o'rganishadi. Shu bilan birga o'ziga kerakli bo'ladigan IT, kompyuter darslarini o'rganishadi. Bundan tashqari bizda 3 mahal ovqat va bolajonlarning shug'ullanishlari uchun dzyudo va gimnastika sport oqlatlari mavjud. Siz ishda xotirjam bo'lasiz, farzandingiz esa professional ustozlar bilan birgalikda ham ilmli, ham odob va axloq egasi bo'lib yetishadi. Hoziroq pastdagi nomerlarga telefon qiling va bepul konsultatsiya oling. Iqtidor School, yangi iqtidorlarni birgalikda kashf etamiz.